Shaytonning insonga bo'lgan dushmanliklari nimalardan iborat? Ulamolar aytishadi. Birinchisi, o'zi har biriga oyatlar kelgan, Bahor Qudrat aytib o'tamiz, yuridu an nakfura billahi va nushrika bih. Shayton bizlarni shirk keltirishimizga, Allohga kofir bo'lishimizga chaqiradi. Va yana yuridu an yakuna ma'ahu fis sa'ir. Do'zaxda alovda birga bo'lishimizga xohlaydi. Nima deydi Alloh taolo? Inna shaytona lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir deydi. Albatta shayton sizlarga dushmandir, uni dushman deb bilingiz. U o'zini guruhini do'zax egalaridan bo'lishlikka chaqiradi, deydi Alloh taolo. Do'zax sa'ir, ya'ni shu alangali yonib turgan olov degani, yonib turgan olovga birga kirishga chaqiradi xolos deydi. Shayton yuridu an yuqi'ana fil bid'i va dalalat. Shayton bizlarni bid'atlarga va zalolatlarga tushishimizni chaqiradi. Tabiiyki hozir bu oyat, bu so'zni eshitgan bir Qur'oniy bo'lsa, g'ash kelishni boshlaydi, ensa qotirishni boshlaydi. Besunnat kofirlar borki, faqat Qur'onga iymon keltiramiz, sunnat hadislarni olmaymiz deb. Buxoriylar, bularning hammasi din dushmanlari, shular to'qigan hadislarni deydigan besunnatlar bor, kofirlar, Qur'oniylar. Ular hozir shu so'zni eshitsa g'ash keladi, ensa qotiradi. Nimaga? Chunki bid'at kalimasida buni shaytonga aloqador bo'lib, na Qur'onda, endi hadislarda kelgan u, Qur'onda zikr qilinmagan deb turib ensa qotirishadi. Shayton bizlarni bid'atlarga va adashishlikka tushishimizni xohlaydi. Adashishlikka tushishimizni xohlaydi, bu Qur'onda kelgan. Shayton adashishlikka chaqiradi haqiqatan. Lekin bid'atga chaqiradi, bid'atga tushirmoqchi bo'ladi degan so'z bu Qur'onda kelmagan, bu hadislarda kelgan. Bu sunnatlarda, sahobalarning so'zlarida kelgan. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu shaytonga eng suyukli narsa bu bid'atdir degan. Kim bid'at egasiga yordam bersa, dinni poydevorini yiqitishga shaytonga yordam beribdi deganlar. Allohning to'atidan to'sishni xohlaydi. Va yuridu an yufsida alayna to'atalloh. Alloh taoloning to'atini bizlarga buzishni xohlaydi. Ya'ni to'at to'g'ri bajarilishi mumkin, lekin niyat buzilib ketib qolib turib, yo riyo sababli yo boshqa sababli, niyatni buzuqligi sababli o'sha amal Allohni rozi qilmasan, shaytonni rozi qiladigan amalga aylanadi. Shuning uchun salaf solihlarımizdan birlari juda bir ta'sirli, sehrli so'zni gapirishga qodir bo'lgan paytda go'yoqda indamay qargan. Gapirsa ko'pchilik foydalanadi. Lekin o'sha paytda niyati buzilib qolayotganligini bilib turib, bu amal Rahmonni emas, shaytonni rozi qilayotganligini bilishgan paytda sekin gapirmay qo'yishadi. Gohida gapirmay turishligi, odamlar shu odam bir gapirmasdan sindiratda hammani deydigan o'ylar kelib qolyapti odamlarda degan xayol kelsa, gapirib yuborishadi. Buni hammasi demak shaytonga qarshi borishlik uchun qilingan amallar edi. Va shaytonning yana bir vazifasi, bizlarni ma'siyatga tushib, insonlarning o'zaro orasida adovat paydo bo'lishiga chaqiradi. Va shuni xohlaydi. Yufsidu fil ard, yerda buzuqchilik qiladi. Va yaqta'ul arham, va qarindosh urug'chilik rishtalarini buzadi. Shayton o'zi bu haqida shunday degan, Alloh subhanahu va taolo bilan bo'lgan suhbatda, inna shaytona qol, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, albatta shayton dedi. Va izzatika ya robbi, ey parvardigor, izzatingga qasamki, la abrahu ughwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Modomiki jonlari, ruhlari tanalarida ekan, bandalaringni adashtirishda davom etaman. Faqala Robbu tabaraka va taala va izzati va jalali. Alloh taolo aytdi. Meni azizligimga qasam, la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Modomiki mendan kechirim so'rashar ekan, mag'firat so'rashar ekan, men ularni kechirishda davom etaman dedi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana aytdilarki, Imom Muslim rivoyat qiladi, Jabir roziyallohu anhu ning mashhur hadisi, inna iblisa yad'u arshahu alal ma. Iblis, ya'ni iblis, shayton o'zi ikkovi bitta so'z deganlar ham bor. Ba'zi ulamolar iblis erkagi, shayton urg'ochisi deganlar ham bor. Vallohu alam. Vallohu alam ikkovi bitta. Faqatgina shayton bu o'sha yuqorida aytganimizdek haddidan oshish, qo'zg'alish degan ma'nolardan yasalgan ibora. Shuning uchun Imom Shabiy muhaddis bo'lganlar. Imom Shabiy eng ko'p shu tobiinlar ichida ahli sunnaga hadis ilmi bilan xizmat qilgan olimlardan bittasi. Xususan Shia olamiga ham eng ko'p qattiq raddiya bergan Imom Shabiy bo'ladilar. Imom Shabiyga hatto kelib turib aytishadi. Deyishadi, eng chiroyli ayollarimizga uylab qo'yamiz, Shialarning foydasiga hadis o'qib ber deyishadi. Yo'q, deyishadi.
deb aytganlar. Ichimizda podshoh qilib olamiz, pullar beramiz, unday qilamiz, bunday keyinchalik aytib berganlar. Bu shiyalar deganlar, ularning foydasiga hadis o'qib berishim uchun menga juda ko'p narsalarni taklif qilishgan. deb ular shiyalarning rivoyatlari ko'p bo'lganda, masalan, bular Mahdiyul Muntazar deyshadi. Ba'zi g'orlarda, mana shu g'orda bo'lsa kerak deb turib, hachir otlarni chiroyli qilib ustlariga egarlarini bezab chiroyli qilib qo'yib ketib qolishar ekan ba'zi tente shiyalar. Nima qilyapsizlar desa, Mahdiy chiqib qolsa shuni minib keladi biz oldimizga degan iboralar. O'sha Adnan O'ran tortishib qolgan paytda, "Ani g'ordami?" deganda, "G'orda" deganda, "Telefon qilib gaplashaychi. Men agarda Mahdiyman desa, men odamlarga e'lon qilaman, hammamiz shiya diniga o'tamiz" deganda, "Yo'q, g'orda Sirdobdan antena chiqmaydi" deb aytishgan. Imom Shabiy bularni keyin fosh qilgan. Xuddi mana shu rivoyatlarning hammasini mendan iltimos qilishgan, men ko'nmaganman degan. Chunki ko'zga ko'ringan muhaddis bo'lgan, zamonasining tengi yo'q muhaddislardan bo'lgan. Bu kishi Shabiy aytayapti, Shabiy rivoyat qildi, Shabiy yozdi degan narsani xohlashar edi. Imom Shabiy rahmatullohi alayh unamaganlar. Imom Shabiy rahmatullohi alayhning oldiga kirib so'rashadi kunlarning birida o'tirganlarida. Shabiy deyshadi. Shayton urg'ochisi, iblis erkagi. To'g'rimi deyishganda, "Oma to'ylariga qatnashmagandim" degan ekanlar. Ularning o'rtasida to'y bo'lgan bo'lsa, "Ammo to'yga men qatnashmagandim" deganlar. Ya'ni vallohu alam, haqiqatan ham erkagi iblismi, shayton urg'ochisimi, bu aniq kelmagan. Bo'lgan taqdirda ham, o'sha garchi o'sha so'z to'g'ri bo'lgan taqdirda ham bu katta bir narsa emas. Inna iblis yad'u arshahu alal ma dedilar. Albatta iblis taxtini suvga qo'yib oladi, ya'ni okeanga, dengizga qo'yib oladi. O'shunchalik dengizni bo'ylarida, okeanning bo'ylarida bir narsalarni ko'rdim, suv parisini ko'rdim, bir borodi ko'rdim degan gaplar vallohi o'sha hammasi shu jinlar uyi joylarda ko'p bo'lgani uchun sharpalar ko'ziga ko'ringan bo'lishi mumkin kimlarnidir. Ularning koni o'sha joy. Okean, dengiz, jinlarning, shaytonlarning o'rnashgan joyi. Eng kattasi iblis ham o'sha joyda turadi. Summa yab'athu sarayah, o'sha joydan turib olib qo'shinlarini yuboradi. Fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan dedilar. Ularni shaytonga eng manzilasi, darajati yaqini, eng fitnasi kattarog'i dedilar. Yaji'u ahaduhum, ularning biri keladi, ya'ni vazifa bilan keladi, aytganini bajarib, fayaqul fa'altu kaza va kaza, falon ishni qildim. Fayaqulu ma sana'ata shay'an, katta ish qilmabsan deydi iblis. Qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqul, yana birlari kelib turib, falon ishni qildim deydi, unga ham ma sana'ata shay'an, katta ish qilmabsan deyveradi. Thumma yaji'u ahaduhum fayaqul, so'ngra yana biri keladi, u deydi, ma taraktu hatta farraqtu baynahu va bayna imra'atihi. Gijlayverdim, hattoki u bilan xotinini orasini ajrashtirib yubordim. Demak, bir hadisda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bekarga aytmagan ekanlar-da, odamlarni ajrashtiradigan insonlar bor haqiqatan ham. Erkaklardan ham bor, ayollardan ham bor. Ba'zi ayollar erini yomonlayverib ajrashtirib oladi. Ba'zi erkaklar ham birovning xotinini yomonlayverib ajrashtirib yuboradi. Haqli o'rin, haqsiz o'rin endi u boshqa masala. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man afsada imra'atan ala zawjiha falaysa minna" dedilar. Kim bir ayolni eriga qarshi gijlasa, buzsa, afsada dedilar, ya'ni buzib yuborsa, bizdan emas dedilar. Shayton ham demak shu narsaga xursand bo'lar ekan. Bejiz emasda, ko'pincha bevalik, yomonliklarga, fitnalarga, illatlarga to'la bo'ladi. Ajrashgan ayol ko'pincha yurib oladi. Bejiz emas, yoshligimizda eshitganman. Bir insondan uyiga shu qizini ajrashtirib, xullas yuktaqlari kelib qolgan, kuyov olib ketaman deb kelsa, ota bermayotgan. Shunda bir qo'shnisi kattaroq kishi otaga nasihat qilganligini eshitganman. Baqi o'kib bu yoq kelingda hoji deb turib gapirganligini. Xohlaysizmi? Keyinchalik qizingizni mahallalarda u bilan yuribdi-kan, momoshlar tashab ketibdi-kan, bu bilan ko'rishib qopti, mom bilan ushlab olishdi degan gap xohlaysizmi degan deb turib nasihat qilganligini kichkina bola edim. Endi o'zida to'la eshitmasam ham o'sha gap bilan bo'lib yurganligini eshitganman. Ha. Ajrashib ketgandan keyin ko'plab buzg'unchiliklar ro'y beradi va ajrashib ketgan ayolni aynitish ham shaytonga cho'tamas. Ajrashib ketgan erkakni ham aynitib olish shaytonga cho'tamas. Chunki nafs bor, hakalak otib turadi. Bu unday holatda adashtirib olishlik juda ham oson bo'ladi. Ajrashtirib yubordim desa, qol fayudnihi minhu. U iblis o'ziga yaqinlashtirgizib uni va yaqul ni'ma anta.
ajoyib ish qilibsan, zo'r ekansan, qanday ham yaxshisan deb uni maqtaydi dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Iza nudiya lis-salati adbara ash-shaytonu lahu sirat. Agarda namozga azon chaqiriladigan bo'lsa, shayton yel chiqargan holatda qochadi, ortiga qochadi. Hatta la yasma'a at-ta'zina, hattoki azonni eshitmasligi uchun. Fa iza qudiya an-nida'u aqbala, qachonki azon aytilib bo'lingach keladi. Hatta iza thawwaba bis-salati thuwiba bis-salati adbar. Xuddi shunday namozga takbir aytilgan paytda ham ketadi. Hatta iza qudiya at-tathwibu aqbal. Takbir tugagan paytda yana keladi. Hatta yaxtura baynal mar'i va nafsihi. Kishi bilan nafsini orasida har xil xayollarni olib kelib chalg'itishni boshlaydi. Yaqul uzkur kaza va kaza lima lam yakun yazkur min qabl. Falon narsalarni esla. Falon ishlarni nima uchun bo'lmadi, nima uchun bo'ldi qilib o'sha so'zlarni eslatishni boshlaydi. Hatta yazallar rajulu la yadri kam solla. Hattoki kishi nimani o'qiganini, qancha o'qiganligini bilmay qoladi dedilar Imom Buxoriy rivoyatlari. Hattoki yana bir hadisni ham aytib qo'yamiz. Shayton falon narsani kim yaratgan, mana buni kim yaratgan deb turib borib oxirida Robbingni kim yaratgan deyishgacha boradi. O'shanday paytda shaytonning yomonligidan panoh tilanglar deganlar. O'ylaymanki bu xayol ko'pchilikning ichidan deyarli o'tadi. Bir sira shayton olib keladi. O'shanday paytda shaytonning yomonligidan panoh tilashligimiz bu sunnatga muvofiq mashru' amal bo'lar ekan. Alloh subhanahu va taolo shaytondan panoh bergan bo'lsin. Endi Ramazonda shaytonlar zanjirband qilinadi, lekin hadislarda kattalari deyilgan. Marodatush shayotin. Shaytonlarning kattalari zanjirband qilinadi, lekin kichkina jinlar ular bo'ladi. Shuning uchun ba'zi haligi jin kirib olibdi, jin chalqibdi degan insonlarda Ramazonda ham qo'zg'alishlari vallohu alam o'sha kichkina jinlar sababli bo'lishi mumkin. O'sha narsa haqida yana bir ta'kidlab qo'yamiz. U narsaning yagona eng katta davosi e'tiborsizlik. Menda yo'q deb turib inson chalg'itishlik bilan bo'ladi. Agarda atrofdagi insonlar ham salga e'tibor beraveradigan bo'lsa, "Voy siz ashaqamikinsiz? Voy siz shuna bo'lib qolyapsizmikin?" deyuradigan bo'lsa, u insonda avjiga chiqaveradi. Shuning uchun ya senda yo'q deb turib, menda yo'q deb shu narsani chalg'ishga harakat qiladigan bo'lsa, bu narsa eng oson ketish yo'li shu. Undan keyingi etaplarda shu o'ziga qo'rg'on qilib yurishlik, dam solib ruqya qildirishlar keyingi etapda turadi. Birinchi navbatda inson e'tiborsizlikni jalb qilishlik bilan u narsadan qutuladi. Chunki hozirgi kunda yoshlarda, kelinlarda, qizlarda ko'payib qoldi. Yosh bolalarda ham ko'payib qolyapti. Buni hammasining sababi o'sha ta'sirchanlik hissiyotni kuchayganligi sababli. Qachon ta'sirchan inson bo'lsa, unda shaytonning jinni ta'siri ham shuncha kuchli bo'ladi. Vodiyga tushgan paytda arablar ilgari johiliyatda mana shu vodiyni katta jinidan panoh tilaymiz deyshar edi. Va annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Insonlardan bo'lgan kishilar, jinlardan bo'lgan kishilardan panoh tilashuvdi, ya'ni qo'rqib ketishuvdi, o'shani ko'p o'ylashuvdi, habasini qo'shaveramiz. O'shalarda his qiluvdi, o'shalar bormikin deb xayol ketuvdi. Fazaduhum rahaqa, ularni battar qo'rquvlarni ziyoda qilishdi. Battar alishishni orttirishdi degani. Qachon chalg'isa, yo'q desa, gohida bir inson bitta xonaga kiradida, "Mana shu uyda jin bor" desa, haligi qo'rquvda kirgan odam haqiqatan ham borga o'xshab tuyulinaveradi. Ovozlar eshitiladi, bu narsalar bo'lar ekan bo'laveradi. Gohi insonlar o'zini e'tiborsiz bilib tursa ham, e'tiborsiz kirib bemalol pishillab uxlab chiqib ketishi mumkin. Garchi bo'lsa ham, garchi bossa ham ta'sir qilmasligi mumkin ba'zi insonlarga. O'sha e'tiborsizlik eng katta davo deyiladi. Alloh subhanahu va taolo baribir bu kasal bilan mubtalo bo'lganlarning hammasiga o'zi shifoyi komillarini ato qilgan bo'lsin va jamiki bemorlarimizga, musulmonlarning bemorlariga o'zi shifoyi komillarini ato qilgan bo'lsin.